Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston va dunyo xabarlari bizning kanalimizga obuna bo'ling. Tezkor xabar. 1-dekabrdan boshlab i80 benzini sotuvi to'xtatiladi. Prezidentning 18-noyabrdagi qaroriga binoan aholini sifatli va ekologik toza yoqilg'i bilan ta'minlagan holda i80 benzinini oyoq ishlarida sotishni oldini olish bo'yicha qat'iy nazorat o'rnatiladi. Shuningdek, ushbu qaror asosida yana bir qator choralar belgilanmoqda. Respublikada 18 ta dendrologiya va 15 ta botanika bog'larini tashkil etishni nazarda tutuvchi normativ-huquqiy hujjat loyihasi ishlab chiqiladi. Qurilish uchun ajratilgan obyektlarda qurilish boshlanishidan oldin quruvchi tashkilotlar tomonidan fon monitoring stansiyalari va onlayn kameralar o'rnatiladi. Toshkent shahar o'rmon xo'jaligi tashkil etiladi. Poytaxt va uning atrofidagi issiqxonalarni tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Tig'iz vaqtlarda shaharda yuk mashinalari harakati cheklanadi. Binolarni loyihalashda shamol yo'nalishi va tezligini inobatga olish talabi qo'yiladi. Daraxt va butalarni sanitariya maqsadida kesish yoki kesmaslik haqidagi qarorlar kollegiali ovoz berish orqali qabul qilinadi. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Ma'lumotimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, video ostiga bir dona like tugmachasini ham bosib qo'ying.